26 may kuni davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilgan mahalliy sanoatni rivojlantirishga qaratilgan ustuvor vazifalar yuzasidan video selektor yig'ilishida sohadagi korxonalar, xususan mebel mahsulotlari ishlab chiqaruvchi tadbirkorlarga bir qator imkoniyatlar yaratilishi ta'kidlandi. Viloyatimizda ham bu imkoniyatlardan samarali foydalangan holda o'z tadbirkorligini yo'lga qo'ygan kichik biznes vakillari talaygina. Mavzuni muxbirimiz Shovot tumanining Katqala mahallasidagi mebel sozlar faoliyati misolida davom ettiradi. Video selektor yig'ilishida ta'kidlanganidek, endilikda mebelsozlik yo'nalishida faoliyatni boshlash, rivojlantirish istagidagi yosh tadbirkorlarga 7 yilga 5 milliard so'mgacha 18% kredit ajratiladi. Shuningdek, tan narxini pasaytirish uchun furnitura, aksessuar, bo'yoq, DSP kabi 14 turdagi xom ashyoga 3 yil muddatga import bojini 1% etib belgilash bo'yicha qaror loyihasini kiritish topshirildi. Mebel uchun yog'och va yog'och materiallarini markazlashgan holda olib kelish yo'lga qo'yiladi. Bunday imkoniyatlar barcha mebel ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar uchun qulay imkoniyat bo'ldi. Shovot tumanidagi Katqala mahallasida ham mebelchilik yo'nalishida bir qancha oilaviy va xususiy tadbirkorlar faoliyat ko'rsatmoqda. Bizning Katqala mahallamizda 40 dan ziyod tadbirkorlik subyektlari mavjud. Ulardan ishlab chiqaruvchi tadbirkorlarimiz 15 tani tashkil qiladi. Hozirgi kunda mebelchilik bilan shug'ullanib turgan tadbirkorlar mavjud. Bundan tashqari mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha tadbirkorlarimiz mavjud. Prezidentimiz tadbirkorlar uchun juda katta imkoniyatlar yaratib berdi. Sanoat mebel ishlab chiqaruvchi tadbirkorlarga, imkoniyati cheklangan shaxslarga daromad solig'i va boshqa solig'lardan katta imtiyozlar beriladigan bo'ldi. Hozirgi kunda bizning mahallamizda tadbirkorlar soni kundan kunga ortib bormoqda. Bizni mahallamizda o'tgan 2024-yil davomida 10 tadan ziyod tadbirkorlarga 1 milliardgacha imtiyozli kreditlar olib, tadbirkorlarimiz hozirgi kunda foydalanib kelmoqda. Keyingi 2 yilda viloyatimizda mebel mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ancha oshdi. Jumladan, ushbu sanoatning asosiy qismi xususiy sektorga to'g'ri keladi va birgina Shovot tumanining o'zida ushbu faoliyatni yo'lga qo'ygan tadbirkorlik subyektlari soni qariyb 30% ga oshdi. Mana bu xususiy korxona tomonidan esa asosan mahalliy bozor uchun 10 turga yaqin mahsulot tayyorlanadi. Oilaviy korxonamiz 2024-yilda tashkil topdi. Hokim yordamchisi tavsiyasi bilan 100 million kredit oldik. Ish sohasida 10 yaqin bolalarni kasb hunari bilan ta'minladik. Laminat, DSP, kilaylar sohasida katta imtiyozlar beriladigan bo'ldi. Biz bundan xursand bo'lib, ish faoliyatimizni yanada kengaytiramiz. Prezidentimiz raisligida o'tkazilgan video selektorda import o'rnini bosuvchi va eksportga mo'ljallangan mahsulotlar ishlab chiqarishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari ham belgilandi. Amalga oshirilayotgan yangi loyihalar, xususan arzon, sifatli import o'rnini bosuvchi mebel mahsulotlari ishlab chiqarish imkoniyatlari, bu borada davlatimiz tomonidan berilgan imtiyozlardan tadbirkorlar ham unumli foydalanib, faoliyatni yanada kengaytirishni maqsad qilganligi ta'kidlandi.